Assalomu hurmatli hamkasblar. Bugun men sizlarga mana ADM bo'yicha o'quvchi harakatini tushuntirib qo'yaman. Maktabga kelgan o'quvchini birinchi qiladigan ishimiz Google ga kirib, ADM bosgandan keyin login parol bilan birga kirib olamiz va kirib olgandan keyin o'zbekchaga o'tkazib olamiz. O'zbekchaga o'tgandan keyin hujjatga kirib maktabga kelgan o'quvchi, mana yerda maktabdan ketganlar yoki mana yerga maktabga kelganlar. Qaralsa bu yerda o'sha raqam ko'rinib qoladi kelgan o'quvchilar. Bitta kelgan bo'lsa 1, ikkita kelgan bo'lsa 2 raqam ko'rinib qoladi. Mana bizning maktabga kelyapti. Maktabni bosib qaralsa mana yerda turibdi. Birinchi qiladigan ishimiz mana shu ariza raqamini kopiya qilib olamiz va ikkinchisi yangi maktabga kelgan o'quvchini ko'rishni bosamiz. Kelgandan keyin mana bu yerda o'quvchi ma'lumotlar ko'rinadi va qaysi sinfga joylashtiradigan bo'lsak, o'sha sinfni tanlab olamiz mana bu yerdan. Va keyin yangi maktabga bilan kelishildi. Bosamiz. Bosgandan keyin mana bu yerga boshqa kopiya qilib olgan ariza raqamini tashlaymiz hamda tasdiqlash belgisini bosamiz. Bosilgandan keyin o'sha bu yerda o'quvchi maktabga qabul qilindi. Bu holat o'sha yakunlandi. Mana shunday qilib maktabga o'quvchini qabul qilib olish holati bo'ladi. Keyingi jarayon jo'natgan maktabi o'quvchini chetlatadi. O'sha avtomatik tarzda RPga tushadi. Mana shu holatda bo'ladi. Ko'rib olsalaring bo'ladi. Mana kelib turib ko'rishni bossalaring o'sha o'quvchi jo'natilgan o'quvchi arizasi va bizning maktabga kelganligi bo'yicha o'zbek sinfga 10B sinfga qabul qilinganligi ko'rinadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.